Qarang, hozir mani apparat qilgan doktorim juda kuchli-da. Qashqadaryo bo'yicha aytibdilarki, siz qoyil qoldimsiz 2 qat bo'lganingizga. Bo'lmaydi deb o'ylaydim, faqat apparat qilsam. O'sha deydilar, anonus tugab bo'lgan edi xazinangiz. Qaysi doktor sizni davoladi? Juda kuchli ekan doktoringiz, aytib qo'ying. Bunaqa doktor kamdan kam, juda opitnoy doktor ekanlar. Qo'yil qolsa bo'ladi dedilar hozir. 2 ta apparatchi ham shunday deyaptilar. Lekin doktoringizga aytib qo'ying, bunaqa doktorlar kamdan kam, juda ham opitnoy doktor ekanlar dedi. Doktorimga shu gapni aytib qo'yinglar. Juda ham minnatdor biza doktordan. Nasib bo'lsa inshaalloh sal katta bo'la olaydik. Men doktorimga sovg'alarim, sevinchlarim bor. Albatta yetkazaman inshaalloh. Taksidan bo'lsa ham berib yuboraman. Qani Qashqadaryoga ham o'zimizga shunaqa doktorlar ofislar ochsa, shunaqa joylar ochsa deyaptilar. Juda kuchli ekan lekin deyaptilar-da. Hayron qoldilar hozir. Hatto ginekologlar hayron. Ginekologlarga uchratsam, "Voy, siz bo'ldingizmi?" deydi. Hayron, hayratda. "Doktoringiz kim? Adres bering, biz odamlarga tavsiya qilaylik. O'sha odamlar borsin siz tufayli, siz sababli. Siz o'sha kishini adreslarini bizga bering" deyapti ginekologlar. Biz o'sha kishini tavsiya qilaylik. "Xo'p, bo'ladi, beraman" dedim.